Hammaga salom. Tugayotgan haftaning rasmiy xabarlari bilan tanishing. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev AQSh Prezidenti Donald Trampning taklifiga binoan Davos shahrida Tinchlik kengashi nizomini imzolash marosimida ishtirok etdi. Unda qator ikki tomonlama uchrashuvlar ham o'tkazildi. And the President of the Republic of Uzbekistan. Prezident Shavkat Mirziyoyev raqamli texnologiyalarni rivojlantirish sohasida erishilgan natijalar hamda 2026-yilga mo'ljallangan ustuvor vazifalarga bag'ishlangan taqdimot bilan tanishdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev sog'liqni saqlash tizimini takomillashtirish, tibbiy xizmat ko'rsatish sifatini hamda sohada amalga oshirilayotgan islohotlarning samaradorligini oshirishga qaratilgan takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev sport sohasida 2025-yilda amalga oshirilgan ishlar, kompleks musobaqalar natijalari hamda 2026-yil uchun mo'ljallangan vazifalar yuzasidan taqdimot bilan ham tanishdi. 19-yanvar kuni Prezident Italiya bosh vaziri Giorgia Meloni bilan uchrashuv o'tkazdi. Unda O'zbekiston-Italiya strategik sheriklik munosabatlarini yanada mustahkamlash va ko'p qirrali hamkorlikni kengaytirishning amaliy jihatlari ko'rib chiqildi. Jumladan, to'qimachilik, sanoat, geologiya, energetika va boshqa ustuvor sohalardagi qo'shma loyihalarni ilgari surishga alohida e'tibor qaratildi. Davlatimiz rahbariga aholini va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbirlarini tashkil etish hamda o'tkazish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar yuzasidan axborot berildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Sultonov Xayriddin Madridinovichga O'zbekiston Respublikasi xalq yozuvchisi faxriy unvonini berish to'g'risidagi farmoni e'lon qilindi. Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida Tashqi ishlar vazirligi hamda xorijdagi diplomatik vakolatxonalar faoliyati masalalariga bag'ishlangan video selektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. Yig'ilishda iqtisodiy diplomatiyani kuchaytirish orqali eksport va investitsiyalar hajmini oshirish zarurligi ta'kidlandi. Shuningdek, tashqi savdo aloqalarini kengaytirish, mamlakatimiz mahsulotlarini ilgari surishda ishga solinmagan imkoniyatlar va istiqbolli yo'nalishlar ko'rsatib o'tildi. Yangi eksport yo'nalishi sifatida Afrika qit'asi bilan savdo-iqtisodiy hamkorlikni kuchaytirish vazifasi topshirildi. Endilikda eksport va investitsiya bo'yicha olingan katta rejalarni amalga oshirishda elchilarning ishtiroki va mas'uliyati kuchaytiriladi. Yig'ilishda fuqarolarimiz xorijda yuqori daromadli ish bilan band bo'lishlariga ko'maklashish ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilanishi qayd etildi. Davlatimiz rahbari elchi va konsullar oldiga xorijdagi fuqarolarimizning huquq va manfaatlarini qat'iy himoya qilish vazifasini qo'ydi. Tashqi siyosiy faoliyat konsepsiyasini yangilash, unda milliy manfaatlarni himoya qilish va xalqaro maydondagi o'rnimizni mustahkamlashga qaratilgan aniq vazifalarni belgilash zarurligi ta'kidlandi. Endi gal parlament soatiga. Demak, navbatdagi yalpi majlisda 10 ga yaqin qonun hujjatlari ko'rib chiqilmoqda va ilk ko'rib chiqilgan qonun loyihasi bu farmatsevtika faoliyati takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi O'zbekiston Respublikasining qonun loyihasi. Xo'sh, mazkur qonun loyihasi nima beradi? So'nggi vaqtlarda ko'plab muhokamalarga sabab bo'lgan mavzu. Deputatlarning fikricha, mazkur qonun loyihasi bilan dori vositalari va tibbiy jihozlar muomalasini xalqaro mezonlar darajasida tartibga solish, hujayra texnologiyasi asosidagi biotexnologiya vositalarini ishlab chiqarishni joriy etish belgilanmoqda. Eng asosiysi xalqimizning salomatligi. Qonun loyihasi qabul qilindi hamda Senatga yuboriladigan bo'ldi. Qo'riqlash faoliyati takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi O'zbekiston Respublikasining qonuni loyihasi ham deputatlar diqqat markazida bo'ldi. Mazkur hujjat shu yil 6-yanvar kuni bo'lib o'tgan Qonunchilik palatasining majlisida birinchi o'qishda konseptual jihatdan qabul qilingan edi. Qonun loyihasini ikkinchi o'qishga tayyorlash jarayonida deputatlar tomonidan bildirilgan taklif va mulohazalar asosida takomillashtirildi. Ichki ishlar organlari to'g'risidagi, O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi to'g'risidagi, litsenziyalash, ruxsat berish va xabardor qilish tartib-tamoyillari to'g'risidagi hamda qo'riqlash faoliyati to'g'risidagi qonunlarga kiritilayotgan o'zgartirishlar orqali qo'riqlash faoliyati sohasida Ichki ishlar vazirligi va Milliy
gvardiyaning vakolatlari chegarasi aniq belgilanyapti. Majlisda qonun loyihasi belgilanayotgan normalar qo'riqlash faoliyatining huquqiy asoslarini yanada mustahkamlashga xizmat qilishi ta'kidlanib, deputatlar tomonidan qabul qilindi. Fitosanitar zararlantirish bo'yicha faoliyat litsenziyalanishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun loyihasi ham deputatlar diqqat markazidan o'rin oldi. Masala jiddiy. Fitosanitar zararlanish. Mazkur qonun loyihasining ahamiyati nimada? Mazkur qonun bilan davlat boji to'g'risidagi litsenziyalash, ruxsat berish va xabardor qilish to'g'risidagi qonunlariga yuridik shaxslarga fitosanitariya zararsizlantirish faoliyati davomida litsenziya belgilash, ushbu faoliyat litsenziyalanganlik uchun davlat boji belgilash, shu bilan birgalikda litsenziyaning nomi, uning kichik turlari aniqlashtirilishini va fitosanitariya talablarini faoliyatini amalga oshirish davomida yo'l qo'yilgan huquqbuzarliklar uchun jarima miqdorini belgilashni nazarda tutish belgilangan ushbu qonun loyihasida. Albatta, O'zbekiston Respublikasining jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonlarini jadallashtirishda albatta bu qonun loyihasi muhim deb o'ylayman. Chunki O'zbekistonimizning o'simlik va o'simlik osti mahsulotlarini xalqaro savdoda erkin va to'siqsiz aylanishida hamda qishloq xo'jaligi mahsulotlari uchun, tadbirkorlik subyektlari uchun qulay shart-sharoitlar yaratishga ushbu qonun xizmat qiladi. Demak, mazkur qonun deputatlar tomonidan qabul qilindi, Senatga yuborildimi, yo'q? Senatga yuborishga. Shuningdek, yalpi majlisda qator qonun loyihalari ham ko'rib chiqildi. Aloqa bo'lmasa, g'alaba yo'q deydi-ku, o'zi jangovar shaylikda olib borilishidagi muhim narsa aloqada. Bundan 19 yil avval aynan harbiy telefonchi sifatida xizmatga qabul qilinganman. Hozir Qurolli Kuchlar davlat muzeyida saqlanayotgan mana shu kommutatorni ko'rib, o'sha damlar yoshligim yodimga tushib ketdi. Nima uchun aynan bu sohani tanlagansiz? Pedagogika bilim yurtida o'qib, boshlang'ich sinf o'qituvchisi bo'lib 7 yil faoliyat yuritganman. Harbiy yigitga turmushga chiqqanligim sabab harbiylar ichida yashab, ularning kasbiga havas, bolalik orzulari qo'shilib, harbiy xizmatga kirishga qaror bo'lgan menda va mana bugungi kunda turmush o'rtog'im bilan birgalikda bir safda xizmat qilib kelyapman. Harbiy libos kiyishni juda intiqlik bilan kutganman. Bu orzuyimga 2 yilda erishganman. Ariza tashlash bilan tezlikda bu narsa bo'lmagan. 2 kundan so'ng qasamyod qabul qilganman. Qasamyod qabul qilganimni ertansiga bizni harbiy poligonga olib chiqib ketishgan. Aynan shu dala o'quv poligonlarida barcha harbiy xizmatchi o'zini chinakam vatan himoyachisi ekanligini, chinakam vatanparvar ekanligini his qiladi. Maskirovkalar, dala manzaralarini ko'rib, olis Qoraqalpoq hududidagi dala maydonlarida xizmat olib borganim, jazirama issiqlar, qahraton sovuqlar, qum bo'ronlari ostida bitta ham nolimasdan ayol bo'lsamda shu narsani uddalay olishimni ko'rsatish degan bir shijoat bilan xizmat qilganlarimiz yana bir bor yodimga tushdi. Va mana shu poligon meni birinchi kundan boshlab chiniqtirib, harbiy ayol sifatida shakllantirdi. Inson agar o'zini kasbini sevsa, o'sha ish unga maroq bersa, u kunni ham unutadi, vaqtni ham unutadi, qaysidir bir ma'noda o'yni ham unutadi-da. Jismoniy yuklamalar, bosimlar bo'ladi-ku endi ishxonada. Mana shunda siz uni yengib o'tishga qanday kuch topasiz? Nimadan ilhom olasiz? Turmush o'rtog'im har doim bu sohada menga ko'mak berganlar. Qo'lingdan keladi, eplaysan, har qancha maslahatlarni ham berib turgan shu turmush o'rtog'im bo'ladilar. Farzandlarim ham boshqa bir farzandlardek erka bo'lishmadi. Har doim tushunishgan, sohamga ham, xizmatimga ham tushunishgan, kasbimdan tanlagan yo'limdan faxrlanaman. Tongda turaman, bir choy qo'yaman. Pishira olmayman shirin kulchalar. Shoshaman. Men ishga borishim kerak. Xayr deb qoladi jajji qo'lchalar. Men kimman? Men kimman? Ayolman, yorman, rafiqa. Bitta saltanatga bekaman o'zim. Begim, ko'nglingizni ola olmasam, og'rinmang. Tilayman sizga ming do'zim. Men kimman? Qurbonjon dadxohning o'zi. Menman Tomarisning asl izdoshi. Men o'zim guloyim, men o'zim barchin,
menman Bibixonim, yurtim tayanchi. Hafta davomida qabul qilingan qonunchilikdagi yangiliklar bilan tanishing. Studiyada Surayyo Oblaqulova. Assalomu alaykum. Bozor islohotlari va O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonlari yanada jadallashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun bilan endilikda quyidagi faoliyat turlarini amalga oshirish uchun litsenziyalash tartibi joriy etiladi. Qora metall parcha va chiqindilarni tayyorlash, xarid qilish, qayta ishlash hamda realizatsiya qilish. Rangli metall parcha va chiqindilarni tayyorlash, xarid qilish, qayta ishlash hamda realizatsiya qilish. Tabiiy gazning ulgurji va chakana savdosi. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat ijroiya kodeksiga jazoni ijro etish muassasalarida jazo muddatini o'tayotgan mahkumlar uchun masofali video uchrashuvlar o'tkazish imkoniyatini yaratishga qaratilgan o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun bilan mahkumlarga masofali video uchrashuvdan foydalanish huquqi beriladi. Kiritilgan o'zgartirishlarga ko'ra mahkumning o'z shaxsiy mablag'lari hisobidan to'lanadigan 15 daqiqa davom etadigan bir marta masofali video uchrashuv yoki telefon orqali so'zlashish huquqiga egaligi belgilandi. Ilgari mahkumning faqatgina 15 daqiqa davom etadigan bir marta telefon orqali so'zlashish huquqiga egaligi belgilangan edi. Pirotexnika buyumlarining muomalasi to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Adliya vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan mazkur qonunga ko'ra, pirotexnika buyumlari ularning xavflilik zonasi, shu jumladan atrofdagi fazoning zararlanish darajasidan kelib chiqib, xavflilikning 1-5 sinflariga bo'linadi. O'zbekistonda xavflilikning 1-sinfiga kiruvchi pirotexnika buyumlarini jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan ishlab chiqarish, tayyorlash, O'zbekiston hududiga olib kirish, tashish, o'tkazish, sotib olish, saqlash va ulardan foydalanishga ruxsat beriladi. Xavflilikning 2-5 sinflariga kiruvchi pirotexnika buyumlarini ishlab chiqarish, tayyorlash, O'zbekiston hududiga olib kirish, tashish, jo'natish, o'tkazish, sotib olish, saqlash va ulardan foydalanish taqiqlanadi. Mahalliy yengil sanoat korxonalarining xalqaro yetkazib berish zanjirlarida ishtirokini kengaytirish hamda tashqi bozorlarda o'rnini mustahkamlashga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident farmoni bilan quyidagilarga ruxsat beriladi. Korxonalarga tijorat banklari tomonidan 2 million AQSh dollarigacha ular tomonidan xarid qilingan va to'lovlari to'liq amalga oshirilgan yoki o'zi yetishtirgan xomashyoni garovga olgan holda yengil sanoatni rivojlantirish agentligi resurslari hisobidan kreditlar ajratishgan. Sog'lomlashtirish imkoniyati mavjud deb topilgan korxonalarning avval olgan tijorat kreditlari muddatini 7 yilgacha uzaytirib berishga. Paxta xomashyosi xaridi uchun jalb qilingan kreditlar bo'yicha 2026-2027 yillarda to'lov grafiklarida yanvar-fevral oylari uchun belgilangan to'lovlarni kredit shartnomasiga asosan oxirgi 6 oyga teng taqsimlangan holda to'lashga. Kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish va aholi o'rtasida kitob o'qishga qiziqishni oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qarori bilan Yoshlar ishlari agentligi huzurida kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish jamg'armasi tashkil etiladi. Jamg'arma mablag'lari tanlov orqali yosh yozuvchilar uchun grantlar ajratish va asarlarini nashr etish, bolalar adabiyoti yo'nalishidagi loyihalarni qo'llab-quvvatlash, iste'dodli mualliflarni aniqlash va ularga ijod qilish uchun sharoit yaratish maqsadida 1 yilgacha bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravar miqdorida har oy haq to'lash, eng sara xorijiy adabiyotlarni o'zbek tiliga va milliy adabiyotlarni xorijiy tillarga tarjima qilishda nashrga tayyorlash va chop etish xarajatlarining 50% hamda mualliflik huquqi uchun xarajatlarning 80% qoplash kabi loyihalarga sarflanadi. Qarorga ko'ra, barcha vazirlik va idoralarda 2026 yil 1-aprelga qadar kitob burchagi tashkil etiladi va xodimlar uchun har oyda kitob o'qish soati yo'lga qo'yiladi. Kitobxonlik bo'yicha ichki reyting tizimi joriy etilib, tanlov asosida eng ko'p kitob o'qigan xodimga 1 oylik ish haqi miqdorida pul mukofoti beriladi. Shuningdek, har yili kamida 3 tadan kasbiy faoliyatga oid xorijiy adabiyotlarni mahalliy nashriyotlar orqali o'zbek
o'zbek tiliga tarjima qilib, malakali mutaxassislar ishtirokida ularni izohlar, lug'at va misollar bilan boyitish amaliyoti joriy etiladi. Qarorga ko'ra 2026-yil 1-fevraldan aholi, ayniqsa yoshlar o'rtasida kitobxonlikni targ'ib qilish bo'yicha kitob ma'rifat manbai dasturi amalga oshiriladi. Davlat organlarining kitob va kitobxonlik haqidagi reklamalari ijtimoiy axborot reklama sifatida tan olinadi. Transportlarda avtobus, metro, samolyot, poyezdlar, simsiz yoki mobil internet tarmog'i orqali mutolaa platformasidan foydalanish imkoniyatlari yaratiladi. Qulaylik uchun QR kodlar o'rnatiladi. Umumta'lim muassasalarida esa jadidlar izidan kitobxonlik klublari tashkil etiladi. Shuningdek, eng ko'p kitob o'qigan top 100 talikka kiradigan o'quvchi va talabalarning har biriga bazaviy hisoblash miqdorining 25 baravar miqdorida pul mukofoti beriladi. Umra plus ziyorat turizmi dasturini amalga oshirishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi hukumat qaroriga ko'ra 2026-yil yakunigacha Turizm qo'mitasi tomonidan Malayziya va Indoneziyadan Umra plus ziyorat turizmi dastur asosida sayyohlarni jalb qilayotgan tur operatoriga har bir sayyoh uchun $100 miqdorida subsidiya ajratiladi. 2026-yil 15-yanvardan Malayziya va Indoneziyada dastur bo'yicha kuchaytirilgan targ'ibot kompaniyasi amalga oshiriladi. Turoperator, turagentlar tomonidan Milliy turizm yagona platformasi orqali dastur bo'yicha shakllantirilgan turistik dasturning onlayn sotuvi yo'lga qo'yiladi. Qonunchilikdagi shu va boshqa yangiliklar bilan Adliya vazirligining huquqiy axborot Telegram kanali orqali tanishishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling. Jadid gazetasining navbatdagi 4-sonidan bugungi kunda jamiyatimizda ko'pchiligimizni o'ylantirayotgan muammolar, ma'rifatparvar jadid bobolarimiz bosib o'tgan suroniy yo'llar haqida hikoya qiluvchi qiziqarli va asosli faktlar bilan boyitilgan maqolalar chop etilgan. Qatag'on yillardagi mudhish katta terrorga aloqador hujjatlar bilan yaqindan tanishganimiz sayin barchamiz uchun bir haqiqat tobora oydinlashadi. Ko'plab nomlar yillar davomida sukunatda qolib, qachonki yaqinlarining so'ngsiz murojaati, iltimoslari ortidan yuzaga chiqqan. Gazetaning bu galgi sonida professor Rustambek Shamsuddinovning ayni mavzuga doir Sukunat ortidagi faryod nomli maqolasi o'rin olgan. Unda fojiali qismat egasi, hurfikr, uzoq yillik tajribaga ega salohiyatli mutaxassis Akbar Ahmedovning millat ozodligi, yurt taraqqiyoti uchun olib borgan faoliyati, nohaq qatag'onga uchragan yillari xususida so'z boradi. 1936-1937 yillarda kompaniyalari kuchayib, kechagina mas'ul lavozimlarda ishlagan shaxslar birin-ketin ishonchsizlik tamg'asi bilan chetlatildi. Qahramonimiz Akbar Ahmedov ham begunoh insonlar qatorida 1938-yil 5-oktyabr kuni otuv jazosiga hukm qilindi. Eng og'riqlisi, bunga doir hujjatlar uzoq yillar Moskva arxivlarida maxfiy saqlanib, yaqinlaridan sir tutildi. Bugun biz yashayotgan farovon hayot, mustaqil vatan, osuda kunlar qurbonlarsiz bunyod bo'lmagan. Bizning zimmamizda tinchlik, totuvlik hukmron shunday zaminni asrab-avaylash, yoshlarga kimlarning avlodi ekanini anglatishda sharafli vazifa borligini unutmasligimiz darkor. Shuningdek, gazetada muallif Sharifjon Ahmadning bugungi Yevropa adabiyotiga bir nazar nomli maqolasi berilgan. Unda hozirgi zamon jahon adabiyoti olami, xususan Yevropa adabiyoti bag'rida kechayotgan jarayonlar, bugunning badiiy voqeligini yoritishga da'vogarlik qilayotgan yo'nalish va oqimlar, adabiy maktab va bayon shakllari yuzasidan kuzatuvlar o'rtaga tashlangan. Hozirgi zamon jahon adabiyoti olami, xususan Yevropa adabiyoti bag'rida kechayotgan jarayonlarni kuzatar ekanmiz. Bir paytlar urf bo'lgan adabiyot uchun, san'at uchun qabilidagi tamoyillardan keskin chekinish yoki bu singari adabiy aqidalarni ortda qoldirib, yana ham ilgarilash manzarasiga guvoh bo'lamiz. Garchand zamonaviy Yevropa adabiyotida ham ommaviy did va iste'molga mo'ljallangan ikkinchi, uchinchi, undan keyingi toifaga mansub siyqa va sayoz, oldi qochdi, o'ldim kuydimdan iborat chuchmal bitiklar hanuz to'planib toshib yotibdi. Nashrdan o'rin olgan shu va boshqa maqolalarning to'liq matnini gazetaning rasmiy sahifalaridan o'qishingiz mumkin.
Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. O'zbekiston mahallalar uyushmasi va Unicorn Soft kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan raqamli mahalla platformasi mahalla raislari va yettilik a'zolariga chinakam ko'makchi bo'ldi desak xato bo'lmaydi. Bugungi kunda respublikadagi barcha mahallalar yettiligi kundalik faoliyatini to'liq raqamli mahalla platformasi hamda uning mobil ilovalari yordamida yuritmoqdalar. Ijodiy jamoamiz bilan biz Jizzax shahrining Jizzaxlik mahallasida mehmonda bo'ldik va bugungi kunda raqamli mahalla platformasi haqida fikrlari bilan o'rtoqlashdik. Bugungi kunda mahallalarda raqamli mahalla platformasi yuritilmoqda. Bu mahallalarni raqamlashtirish, mahallalar qog'ozbozlikdan voz kechish, ortiqcha qog'ozbozlik, byurokratiyadan voz kechish maqsadida ushbu platforma ishlab chiqarilgan. Bugungi kunda ushbu platformadan mahalla yettiligi tomonidan doimiy ravishda foydalanib kelinmoqda. Aholini ijtimoiy-iqtisodiy muammolarini hal etish bo'yicha yagona savolnoma moduli ishlab chiqilgan. Yagona savolnoma moduli orqali mahalladagi ijtimoiy-iqtisodiy muammolar o'rganilmoqda. Bugun barcha yettilik jamoamizga to'g'ridan to'g'ri planshetlar berildi. Raqamli mahalla platformasiga kirib, bugun fuqaro migratsiyasimi, deylik, chet elga chiqadimi, ish bilan band qilish kerak bo'ladimi, ularga ijtimoiy iqtisodiy yordamlar kerak bo'ladimi, biz ochiqdan ochiq shaffof tarzda bu platforma orqali ko'rib turamiz. Bu esa mana shu xalqimizga xizmat qilishga keng imkoniyat yaratish bilan birga bizni ishimizni to'laqonli osonlashtiradi va yengillashtiradi. Raqamli mahalla platformasi respublika miqyosidagi 9000 dan ziyod mahallani qamrab olgan bo'lib, tizimdagi davomat moduli orqali mahalla yettiligining ishga kelib ketishi, zimmasidagi majburiyatlarni qay darajada bajarayotgani nazoratga olingan. Jizzax viloyatida 304 ta mahalla mavjud bo'lib, unda faoliyat olib borayotgan mahalla yettiligi tomonidan har kunlik davomat yuritib borilmoqda. Onlayn ravishda ular o'zini Face ID tizimi orqali mahalla binosidan turgan holda ish jarayonida davomatdan o'tish davom etmoqda. Mahalla yettiligi tomonidan xonadonma-xonadon yurib, o'rganib, aholining muammolari, xorijdan qaytgan fuqarolar muammolari, ular bandligini ta'minlash, ularga ijtimoiy yordamlar, ko'maklar ko'rsatish bo'yicha ishlar ham davom etmoqda. Hokim yordam sifatida mahallada aholi bandligini ta'minlash, kambag'allikni qisqartirish ishlarini amalga oshiramiz. Aytadigan bo'lsak, mahallada ishsiz fuqarolar, ya'ni raqamli mahalla platforma orqali kelgan migratsiyadan qaytgan fuqaro O'zbekistonga kelgandan keyin, ya'ni ishsiz bo'lishi ko'p holatlarda uchraydi. Ya'ni ularni ish bilan band qilish maqsadida ularga mavjud bo'sh ish o'rinlari taklif etilishi, undan so'ng o'sha tadbirkorlik yoki bo'lmasa o'zini o'zi band qilish imkoniyatlari bo'ladigan bo'lsa, unga kreditlar berish, ya'ni ularni g'oyalarini yoki bo'lmasa kasb-hunarga o'qitish, shu ishlarni amalga oshiramiz. Raqamli platformaga kiritilgan. Bugungi kunda raqamli mahalla platformasida Jizzax viloyatida 45762 nafar fuqarolar xorijga qaytgan va ketganlar ro'yxatga olingan. Ketish istagidagi fuqarolar bilan hozirgi kunda migratsiya agentligi bilan birgalikda o'qitish ishlari, tilga, kasb-hunarga o'qitish ishlari olib borilmoqda. Raqamli mahalla platformasi shu mahallalarimizni ishlash faoliyatiga qanday yangiliklar olib kiryapti? 3000 taga yaqin fuqarolarimiz bor. Shunga asosan men ijtimoiy ishlaydigan kontingent bir 200 ta 300 tani qamrab oladi. O'sha nogironlar, ijtimoiy himoyaga muhtojlar bilan ishlayman. Endi yil davomida murojaatlar juda ham ko'p bo'lmagan, chunki o'sha xalqni, fuqarolarni xonadoniga ichiga kirib borishga harakat qilamiz. Ularning muammosini yechishga harakat qilganligimiz sababli ularning murojaatlari javobsiz qolmaydi. Raqamli mahalla platformasi bu xonada o'tirib faqat kompyuter orqali boshqarish emas, balki mana xonadonga kiryapmizki, har doim mana shu qo'limizda planshet orqali ham ushbu platformadan foydalanishni o'zi ham bizga bir qulaylik berdi desam adashmayman. Raqamli mahalla platformasiga ulangan foydalanuvchilarning ish jarayonida yuzaga keladigan tushunmovchiliklarni zudlik bilan hal qiluvchi mexanizm yo'lga qo'yilgan bo'lib, malakali mutaxassislar yuzaga kelgan muammolarni zudlik bilan bartaraf etishadi. Mijozlarga zarur texnik xizmat va ko'mak ko'rsatiladi. Hozirgi kunda Unicorn Soft Jizzax viloyat filial tomonidan mahallalar uyushmasi Jizzax viloyat boshqarmasi tomonidan hamkorlikda ish olib borilmoqda. Ushbu ish jarayonlari natijasida tizim to'liqligicha
o'rganib chiqilmoqda hamda tizimda yuzaga kelayotgan kamchiliklar bizga darhol aytiladi hamda viloyat mas'ul xodimlari tomonidan bartaraf etiladi. Bu raqamlashtirish jarayonlari 5 yildan keyin mahalla raislari onlayn har bir ko'rsatkich, har bir yo'nalish, mahalladagi ijtimoiy iqtisodiy ma'lumotlar, fuqarolar to'g'risidagi ma'lumotlar hammasi raqamlashgan bo'ladi. O'sha hamma ma'lumotlar qog'ozda emas, raqamlarda aniq sifralarda ko'rinib turadi. U yagona ma'lumotlar yuritilishiga zamin yaratib beradi. Ko'pchilik joynomlarni yozishda bir qancha xatolarga yo'l qo'yadi. O'zi joynomlar yozishda nimalarga e'tibor qaratish kerak? Avvalo, joynomlari bosh harfda yoziladi. Masalan, davlatlar nomi: Turkiya, O'zbekiston, Yaponiya kabi. Shaharlar nomi: masalan, Toshkent, Yangiyo'l, shuningdek mahallalar, qishloqlar, tog'lar, daryolar, dengizlar va kanallar, yaylov hamda dara nomlari ham bosh harf bilan yoziladi. Joy nomlari tarkibidagi sifatlovchi ham bosh harf bilan yoziladi. Masalan, O'rta Osiyo, Past Darg'om, Katta Farg'ona kanali kabi yoziladi. Ba'zilar Past Darg'om shaklida qo'shib yoki Past Darg'om shaklida chiziqcha bilan yozadi. Bu ham xato hisoblanadi. Joy nomlari qachonki ikkinchi qismini turdosh ot yoki obod so'zi bilan ifodalanganda qo'shib yoziladi. Masalan, Yangiyo'l, Uchko'prik, Nurobod, Sherobod, Yangiobod tarzida yozish to'g'ri bo'ladi. Vazn yo'qotishning eng samaradorli usulini oldin biza shu vazn nimadan kelib chiqqan faktorini bilishimiz kerak. Chunki vazn yig'ganimizda yillar davomida bu vaznimizni yig'ib faktorlar bo'ladi. Psixoemotsional faktor bo'ladi, noto'g'ri ovqatlanish natijasida kelib chiqqan faktor bo'ladi, disgormonal faktorlar bo'ladi. Ya'ni vazn yo'qotishni birinchi darajamizni bu albatta shifokorga murojaat qilib, uni keltirib chiqargan faktorini o'rganib chiqishimiz kerak. Va uni biz o'rganganimizdan keyin albatta laborator instrumental tekshiruvlardan o'tish, shu vazn yiqqan insonlarni bilan suhbat qurganimizda, ya'ni suhbatlashganimizda ko'proq nima faktor prevalировать qilishini bilishimiz kerak. Chunki vazn yig'ish paytida insonda stress holatlar, ruhiy holatlar bo'ladi va shu holatlarda insonlarda bizda miyamizda shunaqa nimamiz bor, organimiz gipotalamusi ishlashi tezlashadi. Ya'ni o'tda shu litsin gormonlari ko'proq ishlab, shu faktorlarga biz birinchi o'rinda ahamiyat berishimiz kerak deb bilamiz. Vazn yig'ganimizda insonlar har xil yig'adi vaznni. Ya'ni vazn yiqqanda uni obyektiv ko'rganimizda qanaqa yig'ilgan, ya'ni bo'yi 1.76, vazni 143. Ya'ni biz o'tdan nima sabab va nima ko'proq prevalировать qilyapti bu vazn yig'ishda. Ya'ni bu bo'lishi mumkin. Mushay strukturasi og'ir bo'ladi, kimdadir atletik formasi, ya'ni sportmenlarda mushay strukturasi juda ham rivojlangan bo'ladi va asosan shu mushay strukturasini kilosi prevalировать qiladi. Ikkinchidan suyak strukturasi, ya'ni suyagi og'ir insonlar bo'ladi va oxirida bizni yog' strukturasi, qayerda joylashgan, uni lokalizatsiyasi va uni keltirib chiqish sababini o'rganishimiz kerak. Men aytmoqchimanki, vazn oshgan inson o'zidan o'zi vazn tashlolmaydi. Toki biz uni etiologiyasini, patogenezini, uni keltirib chiqarish faktorini ustida ishlamasak. Latte omili bu iqtisod va sotsiologiyadagi mashhur tushuncha bo'lib, u bizni kundalik hayotimizda mayda, ko'zga ko'rinmaydigan xarajatlar vaqt o'tgan sari moliyaviy ahvolimizga qanday ta'sir qilishini sodda tilda tushuntirib beradi. Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan David Baxning Latte omili kitobi haqida batafsil gaplashamiz. Bu atama amerikalik moliyaviy yozuvchi David Bax tomonidan ommalashtirilgan. Har kuni sotib olinadigan bir finjon qahva yoki shunga o'xshash mayda narsalar arzimas xarajatdek ko'rinadi. Lekin agar siz bu pulni yig'ib sarmoya qilsangiz, bir necha 10 yil davomida murakkab foizlar evaziga siz katta boylikka ega bo'lishingiz mumkin. Bu yerdagi bir finjon qahva haqida emas, balki odatga aylangan, lekin unchalik ham zarur bo'lmagan xarajatlar. Misol uchun, shirinlik, sigaret, ichimliklar va hokazolar haqida ketyapti.
Xo'p, lekin nimaga odamlar latte omiliga tushib qolishadi? Keling, hozir sotsiologik va psixologik sabablarni ko'rib chiqamiz. Lipstik effekti. Odamlar iqtisodiy qiyin davrlarda qimmat narsalarni, misol uchun uy, mashinalarni sotib olishga qurbi yetmaydi. Mana shunday paytda ular o'zlarini yupatish uchun arzonroq bo'lgan hashamatlarni, misol uchun qimmat kofe, brend kiyimlar, pardoz vositalari va shu kabilarga ruju qo'yishadi. Hozirgi paytdagi kafelar bu shunchaki qahva ichib o'tiradigan joy emas, balki ijtimoiy makon. Mashhur brendni stakanidan qahva ichish bu o'sha ijtimoiy qatlamga mansublik yoki bo'lmasam zamonaviy shahar madaniyatiga tegishlilik belgisi hisoblanadi. Bizni miyamiz uzoq vaqtdan keyin keladigan foydadan ko'ra, misol uchun 20 yildan keyin pensiyaga chiqishdan ko'ra, hoziroq olinadigan zavqlarni, misol uchun qimmat kofe, qimmat telefonlarni olishni afzal ko'radi. Bu esa stressni yengishni eng oson usuli hisoblanadi. Xarajatlarimizning katta qismi ongli qaror emas, balki odatga aylanib qolgan. Biz rostdan ham ehtiyojimiz borligi uchun emas, balki har kuni o'sha vaqtda, o'sha joydan o'tganimiz uchun xarid qilamiz. Keling endi tanganing ikkinchi tomonini ham ko'ramiz. Latte omili moliyaviy savodxonlikda foydali bo'lsa-da, lekin ba'zi sotsiologlar va iqtisodchilar uni tanqid qilishadi. Tanqidchilarning fikricha, odamlarni boyib ketolmasligiga qahva emas, balki inflyatsiya, uy-joy narxining o'sishi, ta'lim va tibbiyot xarajatlari sabab bo'ladi. Ba'zilar uchun o'sha bir finjon qahva kunning yagona quvonchi va ilhom manbai bo'lishi mumkin. Uni cheklab qo'yish esa insonni ruhiy tushkunlikka va qashshoqlik psixologiyasiga olib kelishi mumkin. Xulosa qilib aytganda, latte omili bu shunchaki pulni tejash emas, balki o'zini o'zi anglashdir. Ma'naviyatli jamiyat. Ma'naviyatli jamiyat bu taraqqiyotning va barqarorlikning asosiy poydevori. Unda inson qadri hurmat qilinadi, adolat ustun bo'ladi va har bir kishi o'z vazifasini anglab yashaydi. Ma'naviyatli jamiyatda ta'lim, mehnat va axloq bir-biri bilan uyg'unlikda rivojlanadi. Har birimizning ma'naviy sa'y-harakatlarimiz jamiyatimiz barqarorligini ta'minlaydi. Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan yana sun'iy intellekt haqida gaplashamiz. Hamma uchun qiziqarli bo'lgan tarixiy obrazlarni qanday qilib vizual shaklga keltirish haqida bilarmidingiz? Keling biz shular haqida qisqacha gaplashib o'tamiz. Tasavvur qiling, bizda olimlar tomonidan tasdiqlangan Jaloliddin Manguberdining qo'lda chizilgan rasmi mavjud va biz bu rasmni sizlar bilan birgalikda realistik va vizual shaklga, ya'ni hozirgi davr talabiga javob bera oladigan tasvir tarziga keltirib olishimiz kerak. Uning uchun bizga nima kerak? Uning uchun biz doimiy ravishda ishlatadigan ChatGPT, Gemini, Grok, Cloud va boshqa va hokazolar. Bizga qaysi biri qulay bo'lsa, biz aynan o'sha AI dasturimizga Jaloliddin Manguberdining o'sha chizilgan, tasdiqlangan rasmini yuboramiz va bu rasmni bizga realistik shaklga keltirib berish uchun prompt yozib berishni so'raymiz. Va tayyor promptimizni olamizda biz Midjourneyga yuboramiz va Midjourney bizga 4 xil, 5 xil variantlar beradi. Aynan bizga ma'qulini olamizda va bu rasmni biz detallarini, ya'ni uzorlarini va bizning o'sha tariximizni anglatib beruvchi o'sha chizmalar, naqshlar yoki kiyimdagi har xil teksturalarni biz aniqlab olishimiz uchun va o'sha aniq teksturani o'sha rasmda yoritib olishimiz uchun bizga Nano Banana kerak bo'ladi. Nano Banana bu Google AI platformasining dasturi hisoblanadi va biz o'sha tayyor bo'lgan Midjourneydan tayyor qilib olingan rasmlarni Nano Bananaga yuborib, o'sha detallarni qayta ishlash bo'yicha prompt yozamiz. Nano Banana bizga tayyor qilib bergan rasmni o'sha solishtiramiz. Xato va kamchiliklari bo'lmasa, biz bu rasmni sifatini yaxshilaymiz. Ya'ni nima qilamiz? Biz bu rasmni upscale qilamiz. Uning uchun bizga kerak bo'ladigan AI dasturi bu Magnific AI deb hisoblanadi. Ayni paytda butun dunyo bo'ylab kinematografiya studiyalari aynan shu AI dan foydalanadi. Biz o'sha tasdiqlangan aniq, o'sha xatosiz rasmni olamizda Magnific AI ga yuboramiz. Magnific AI esa bizga buni sifatini yaxshilab berishga yordam beradi. Biz esa jamoamiz bilan Jaloliddin Manguberdi obrazini zamonaviylashtirib va realistik shaklga keltirib sujet qilishga harakat qildik. Marhamat, tomosha qilishingiz mumkin. Vatan ona merosdir, ota merosdir. Uni jonday asramoq mardlarga xosdir. Mangu berdiman, mangu aytmog'im rostdir. Ulug'bor niyatlarga kor qilmas ajal.
kim yurtidan yovni quvsa, mendirman o'sha. Oxirgi paytlarda mana shu so'z haqida ko'p eshityapmiz. Overthinking. Bu haddan ziyod ko'p o'ylashdir. Ba'zida inson ichida tinimsiz fikrlar aylanadi. Mana shunda bilib olish kerakki, nimadir noto'g'ri ketmayapti. Shunchaki u odam juda ko'p o'ylab yuboryapti. Overthinking bu ongning sizni himoya qilishga bo'lgan urinishidir. Ong xavfni oldindan ko'rmoqchi bo'ladi, xatodan qochmoqchi bo'ladi. Lekin muammo shundaki, u buni haddan tashqari ko'p qiladi. Va natijada siz charchaysiz. Keling, hozir shoshilmaymiz. Hech narsani o'zgartirishga urinmaymiz. Shunchaki tushunishga harakat qilamiz. Avvalo shuni bilib oling. Fikr bu konkret fakt degani emas. Fikr keladi va ketadi, lekin biz ko'pincha fikrni haqiqat deb qabul qilamiz. Shu sababli qo'rqamiz, xavotirga tushamiz. Overthinking ko'pincha hamma narsani nazorat qilish istagidan kelib chiqadi. Lekin hayotda hamma narsa biz xohlagandek bo'lishi shart emas. Xo'p, unda bu muammodan qanday qutulish mumkin? Dastlab fikrni to'xtatishni emas, uni kuzatishni o'rganish lozim. Undan keyin hozirgi lahzaga qaytish. Uchinchidan, hamma fikr ham haqiqat emasligini tan olish. To'rtinchidan, qarorlarni kichik qadamlarga bo'lish. Va eng muhimi, o'zingizga nisbatan yumshoqroq bo'lish. Overthinking zaiflikdan darak bermaydi. Bu sezgir, chuqur o'ylovchi insonlarga xos holat. O'zingizni ayblamang, o'zingizni tushuning. Assalomu alaykum siyosiy ma'rifat soati kuzatuvchilari. Bugun biz siz bilan Toshkent shahrida bunyod etilgan nafaqat O'zbekiston, balki butun islom olami uchun muhim maskanlardan biri O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markaziga sayohat qilamiz. Ushbu markaz O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tashabbusi va g'oyalari asosida tashkil etilgan bo'lib, Qasdi Imom majmuasi yaqinida, tarix va ma'rifat uyg'unlashgan hududda qad rostlagan. Bu maskan islom sivilizatsiyasining bebaho merosini ilmiy asosda o'rganish, asrash va dunyoga targ'ib etishga xizmat qiladi. Majmua qadimiy sharq me'morchiligi ruhida bunyod etilgan. Markaziy gumbazning balandligi qariyb 65 metr bo'lib, u uzoqdan ham diqqatingizni tortadi. Keng hududda joylashgan ushbu zamonaviy kompleks ilm, tarix va texnologiyalar uyg'unligini o'zida mujassam etgan bo'lib, eng zamonaviy va yuqori texnologiyalar yordamida moziyga sayohat qilish imkonini beradi. Markaz tarkibida yirik muzey, kutubxona, qo'lyozmalar fondi, ilmiy tadqiqot markazlari va zamonaviy ko'rgazma zallari faoliyat yuritadi. Bu yerda islomdan avvalgi davrlar, birinchi va ikkinchi renessans, buyuk allomalar, Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Beruniy, Ibn Sino va boshqa mutafakkirlarning ilmiy merosi keng yoritiladi. Shuningdek, markazda dunyodagi eng noyob manbalardan biri Usmon mushafi Qur'oni Karim ham joy egallagan. Islom sivilizatsiyasi markazi bu faqat tarix emas, bu kelajak avlodni ilm, ma'rifat va bag'rikenlik ruhida tarbiyalashga xizmat qiladigan muhim ma'naviy maskandir. Agar siz ham tarix, sayohat va ma'naviyat uyg'unligini his qilmoqchi bo'lsangiz, bu manzil albatta e'tiboringizga loyiqdir. Siyosiy ma'rifat soatining video kontentlarini Telegram sahifasiga ulangan holda doimiy kuzatib boring.